Yo, hammaga salom do'stlar, sizlar bilan Renzo va bugungi videoda men yana qaytdim. Qaytganda ham oz muddatga qaytdim, bilasizlar. O'qishga yana ketib qolaman. O'shaning uchun bugun Kit Rush o'ynaymiz. Nima agar siz narsalaringiz oddiy bularniki nizir bo'lyapti desanglar, bu yerda har tirilganda random narsalar beradi. Bizga birinchi tirilishimizga shularni bergan. Atak men bu yoqda bularni avvalroq yig'ib qo'yganman. Agar kerak bo'lsa, lekin hozircha kerak emas. O'ppale. Bu yerda cheksiz PvP hamma bir-biriga qarshi dushman. Atak bizga mana bu kerak как раз. Keyin. Makka endi. O'yla Mishka nima qildi? Oho. Birinchi kill. Cheatga shandada u. Bo'pti, tamom. Bu yoqqa. Yo'q, to'xtanglar. Buni bu yoqqa qo'yamiz. Nimaga deyshinglar, hozir kill uchun boramiz. To'g'ri, bedrockgacha qasilganmi? Yaxshi. Pah. Ukalarim. Yaxshi, o'zim ham o'ldim, atak uni o'ldi. Hammani chichirib ketish uchun tushdim kristal bilan. Oho! Mana shu yerda jam o'tirib turlaring. Yaxshi, sochvordim. Bo'ldi. Chekkara o'tirib tursanglar, men bemalol narsalarimni kiyib tayyorlanib olardim. Ezvordilar ene. Qalqon bormi? Bor qalqon. Hoppale, fire aspect kerak. Bizga fire aspect kerak bo'ladi. Yaxshi. Слишком bot. Bratishkalarim o'zimni chekkara o'ynaylar. Bizga normalniy narsalardan yana yo'q. Yana normalniy narsa yo'q. Atak mayli. Qalqon bitta kirkani qo'sh. Hoppale, tepadan tiriltirdi. Mana shuni o'ldiramiz. Atak mayli. Internet qotib bo'lagay. Qani? Yaxshi. Akbar g'altak hayatiga o'ynashlar hozir men qochib kiraman. O'ldirib qo'yishimdan xabari yo'q bolalar. Xabaringlar yo'qmi meni kimligimdan? PvP ustasi yana nimalardir deyishadi, atak nimalar deyishingizda o'zim meni. Bo'ldi, hozir ham meni. Ye. Tushunarli bo'lmadimi ukajonim, endi foydasi yo'q. Kecha yemedim.
O'zini o'zi o'ldirdi. Bola yosh, bola yosh. Vrachka. Kechi. Mishkam ishlamay qoladigan odati bor. O'sha-ni hisobga olmasak, chotki urushamiz. Qani? FPS ham sal chichoray deyapti. Mayli. Ora-orada ibora. Yaxshi. Mana shu ishtonni hech o'zgartirmadik-da. Ishton topish kerak. Ye, brachka. Qanday? Qanday kitob? Akbar g'altak hayotiy chekkaroq o'yna. Bom. Yaxshi, qani. Internet qotopti. Menimcha. Yaxshi. Krisalar ko'plab ketishdi atak mayli. Shunaqa payt ikkita odam o'ltirmasa boshqa birga bir o'ltirish qiyin-da. Bo'tachchalarni. Ye. Qayoqni bosabsan? Options. Video settings. Нормальныйmi hammasi? Нормальный menimcha. Akbar g'altak hayotiga o'yin ishlagan. Men hozir men tursam qarab turlaring. U yerda hozir o'lgim kelyapti. Yaxshi, yarim jonim yo'qotdim. Yaxshi, eng birinchi mana shuni kiyib olamiz. Shu qalqonim yo'qligi pand beradi-da. Asta, bo'lana bo'laveramiz. Qalqonim yo'q, nima qilay? Uni nima qiladi? Yo. Nima deysan? Nima kerak brachki? Nima kerak? O'lgim kelyaptim. Nima qildim? Yarim jon bilan yo'q qildim. Yo, mendayni qayda ko'rgansizlar? Aytinglar. Ko'rmagansizlar, orzu qilasizlar faqat bunday bo'lish. Bunday pulni faqat orzu qilsa bo'ladi. Boshqachasini iloji yo'q lekin. Ko'ryapsizlarmi? Yarimta jon bilan Nizirit Pranalini yo'q qildim, короче. Boshqacha gap bilan aytmoqchi edim, mayli bo'lmaskan unga. Hamma tushunadigan gapiraymi yo o'zimni shivamda gapiraymi? Nima deysizlar? Hoppali, ketdi. Kelinglar, kim keladi meni yonimga birga bir. Bunaqa joyda men shellaga emas yutishyapti. Nimalar deyapti? Mayli. Kristal yo'qmi bitta? Yo'q, ho. Ha. Yaxshi. Akbar g'altak hayotilar chekkaroqda o'yna. Ha. Akbar g'altak hayoti chekkaroqda o'yna. Bo'ldi. Jonlarim. Ho.
trik chiqish bo'yicha master Renzo Usmayn. O'lmas deyishadi kaminani. Sal beriroqqa o'tib olaylik. Qalqonim ham sinay deb qopti atak. Almashtirib qo'yaveramiz. Kristal ham kerak bo'ladi. Oppale. Ye. Ha biz. Mashetni sal kengaytiraylik. Shularni uxlatib yuboraymi hammasini? Yo'q, uxlatib yuboraman bemalol. Ikkitasini bettada kristal bilan taq qilaman, o'ladi ham. Atak qorong'uda ish qilib ko'rinyaptimi sizlarga hammasi? Ko'rinayotgan bo'lsa bo'ldi. Pop qilib keling. Magar u yoqqa borib bo'lmaydi. Uni oldiga borib bo'lmaydi, atak kristal ham bor baqirdim. Akbar g'alta hayotini o'ynab turib o'zing. Men bir chiqib mazgisini qaqib kelay ularni. Mayli, qochdi. Obsidianga full o'ranib oldi yakkashanda. Kechi? Nima qildi ular? Mayli. Nima bo'lganini bilmay qoldim. Orqadan o'ldirdi. Ketdim, o'ldirib kelaman. Atak endi yorug'. Night vision berib qo'yadi-da u. O'lgan bo'lsin-da ish qildi. O'zim ham o'ldim, atak mayli. Mana senlarga qo'ysanchim. Internet topdi. Qo'yiladigan narsa. Qisqartiray, qayerga o'lasan? O'zimga kafolat bermayman lekin. Temir narsalar bilan o'ldirib qo'ysam, dardingni kimga aytishni bilmay yurasan-ku, ukajonim. O'shuning uchun chekkaroqda o'ynatamiz. Akbar g'altay hayotini o'ynayverar bundan ko'ra. Yaxshi, nimadir bormi menga? Kecha internetdan tarqagan. Yaxshi portlatdim, atak bo'lgan bo'lsa. Udar, atak shu yerda o'ldirib ketgan bo'lsam. Mashetni yo'q qilamiz hozir. Nimaga? Nimaga qo'yilmayapti? Akbar g'altay hayotiga o'ynatib levellarni to'xtatib bo'ldi, tamom. G'altay hayotiga o'ynaysizlar hozir. Makka hamma. Qanasanlar? Qalqon kerak-da menga, o'ppali. Atak rahmat. Hozir mayli. Kecha beriroq o'tamiz. Akbar g'altay hayotiga o'ynaysan hozir ham men borsam full set sharpness hammani lazgiga o'ynataman. Qarab tur, mazgilar. Hammani lazgiga o'ynataman hozir. Nima deyotdi menga bular boya?
Mazgila. G'altak hayotingni o'ynaysan bu yoqqa. Qarasan. Ye. Internetni tezligi go'zal bo'lyapti. Slishkim go'zal. Ya, tushunarli. Pam pam kill. Bam. 1 2 3. Gapingdami uyga? Server ping bo'lyaptimi deyotgandek. Ke. Yeah. Ping nima bo'lyapti menda? Nechi ping o'zi? Tap. Yehe, ko'rsatmayapti. Kit Rush 1.21.8. Map reset. Restart 2 daqiqadan keyin restart bo'ladigan. Map fire aspect bormi? O'yla. Shartni o'zi ekan. Akbar g'altak hayotiga o'ynataman deganda internet meni o'ynatib yubordi g'altak hayotigini. O'lib ketlaringni. Qaranglar. Endi ishlayapti. Nimaga ishlayapsan? Ayt menga. Nima haqqing bor sening? Kuchayganimda o'ldirishga meni deydi. Internet ham nima bo'lyapti men bunga? Akbar g'altak hayotiy she'rlarga короче. Akbar g'altak hayotiy. Hoppali, buni olsa bo'ladi. Bitta normalniy ishtoncha. Yaxshi. Faqat normalniy ishla. Totem kerak emas, chunki hozir qorong'u bo'lib qoladi. Uni ishlatsa. Protection. Menda protection 2, men buni yaxshiroq. Protection 1 bu menga kerak emas, bu kerak emas. Kerak emas. Bu endi kerak bo'lishi mumkin. Endi bu dakansa kerak. Birga urushadiganlar topilmaydimi mabodo? Shetga qamab o'ldiraman hammani. Qani Akbar g'altak hayoti mengaki. Yo. Hozir nima bo'ldi? Akbar g'altak hayotini o'ynatish kerak bo'ladi. Och, hammalarni och. Akbar g'altak hayotini o'ynab chiqamiz tepada. Pastga dakansa tushamiz. Yaxshi. Opening is right. Diamond. Oh, golden apple. Neziritgacha tushamiz. Bitta ikkita qaziymiz mana shu yerda. Mana shunaqa qilib sal qazib olamiz. Akbar g'altak hayotiga o'ynatamiz keyin bu yerda. Shunaqa qilib men buni qo'yib, yaxshi. Normalniy. Endi bu yerdan izmirotlarni olib chiqamiz. İzmir'de nima qilasiz desanglar, hozir короче bu yerdan spawnga o'tsak bo'ladi-da. Keyin emeraldga narsa sotadi qishloqlar bor. Kuchaya bossak bo'ladi shunaqa. Damlama olsak bo'ladi, o'qitishga kitob olsak bo'ladi. O'zimizga kerakli narsalarni olib olsak bo'ladi. Hozir bizda 14 ta ekan. Atak 14.
Atak bizaga 14 ta umuman yetmaydi. Shuning uchun Akbar G'altay hayotiy o'ynab turamiz ajitcha. Bizaga TNT. Ben bitta mana buni ol. Keyin bitta, ikkita, uchta qilib spam qilamiz. Mashitlarni tekislab ketaveramiz endi jitcha. Hamma yoqda puf qilyapti biza. Sal kuchayamiz. Akbar G'altay hayotiy qilib kuchayaveramiz. Oppa yaxshi. 1 2 uchinchisi TNT. Atak normalniki topmiz. daraja ham kerak bizga. Hoppali. Bitta, ikkita, uchinchisi va bomba. Men bundan daraja beradimi? Bermasam. Nima bu? Hamma yer olmos. Olmosni nima qilaman? TNT portlatish kerak. TNT. Yaxshi. Atak yaxshi ketibmiz. Hamma men bet qazib ketdi-yu. Kimdir qazib kelgan betga. Kemalaring betga. Menga ortiqcha musulkalar kerak emas. 3 ta. Babam. 2 ta, 3 ta. Babam. Mana senlar. 3 tadan keyin babam. Atak normalniy bir o'ynadim. Mana shuni borib shilib kelaydi. Og'zingga gul chap. Og'zingga sana. Shuncha qazganimni bir joyiga tiqdi. Men endi boshqalarni tiqib kelmasam bo'lmaydi. Qanday ketdi ukalarim? Qancha o'lib ketding? Kashanda o'ldirib. Ko'rlam bitta g'azabda portlash taq qilib hammasini portlatib. Atak o'ldirib kashanda. Kashanda. Hammang tichi o'rganding o'shanda. Digi emas ku. Qolganini bilmayman. Oppali. Mana shu yaxshi. Akbar G'altay hayotiy o'ynataymi yana bu marta. Kristal bersalar bo'ldi menga yetadi. O'sha kristal bilan Akbar G'altay hayotiy. Kristalni olib qo'ydingmi sen? Menga kristal kerak edi. Bam. Kashanda. Bu yerda bir ikkita anovlarda meysan borda nima? Kashandalarda chekkaroq tur. Menga atak men bu kerak emasda. Akbar G'altay hayotiy. Qalqon yo'qmi? Shuncha narsa bersan, qalqon berdi. Fahim borasa tenga. Tabriklayman, senlar o'ldilar endi. Mana o'zim ham jichcha o'qitib olaman. 4 ta kristal bilan 3 ta odam o'ldirib keldim. O'rganib qo'yish kerak-da bunaqa qilib. Hoppali qalqonli bo'libmiz. Qalqon ketdi-yu.
Bo'ldi. Endi ursa bo'ladi. Atak mana bu biriktasini chaqirib olsak, undan ham zo'r bo'ladi. Mana shu yerga qamab qo'yib ursam, cho'tga ursam. Atak birga birda meni yutadigan betda. Yurishayotga. Mana shu yerga kel. Kirmaysanmi? Kirmaskan. Chiqib ketuvdim. Endi chiquvdim. Ikkinchisiga baravarmi bu yerda? Bir savolda, ha? Ye. Qalqonni vaqtida tutdim. Ishga kiramiz. Ishga kiramiz. Bitta topor. Alex. Jim, tegma, o'tiray. Jim o'tir. O'ldirib yuboraman, aytib qo'y. Men bilan o'ynashib. Akbar g'altay hayotingga o'ynab yurasan. Men senga kim ruxsat berdi? Ayt menga. Ayt. Akbar g'altay hayoti. Nima bo'lyapti? Topor va topor va qalqon yaxshi. Bu kombinatoriyaga cho'tga ketadi. Ketdi davo. Mana shunday. Bosh kiyim, atak bosh kiyim bo'ldi. Mana shu. Jicha qazish kerak. Keyin yopib qo'yamiz. Nima bo'ldi? Qanday o'lib qoldim hozir? Qalqondan chiroyli urish qanday bo'ldi? Qalqon orqali pulpum. Mana-chi. Mashda kimdir borda. Bilaman. Shart emas hozircha. Yemadi ukam. Men unchaga o'lmaslik kerak. Bom. O'lib ketdi. Menga ye. Akbar g'altay hayotini o'ynaydi. Sanasi o'lib qolyapti. Cho'ti neto qolyapti. Cho'ti neto bunchaga o'ladigan narsa emas-da u. Keyin men bu qalqon emas menga. Akbar g'altay hayotini o'ynalari ko'ra. Nima olganimni tasavvur qilaring, bakka ham. Hammasini kill qilib keldim men ham. Kellarini. Kel. Birga bir o'ynaydiganlar ham topilarmikin bu yerda? Birga bir urushadigan erkaklar topilarmikin men bilan? Hammasi botlar bilan. Birga bir urushganda haqqoniy ursalaring qachon yutasanlar? Aytmang. Bitta sajralda chiqib ketmaydi.
Nima bo'lganini bilasan? Bandicam degan applar video 10 daqiqa bo'ldi deb chiqarib yubordi videoni. Nima deydi? Videoni ochishdan to'xtab, ekrandan ma'mi chiqib qoldi. Meni o'ldirib yubordi boyagi joyda. Mazzami. Og'zingga mazzami. Qani? Yaxshi. Qisqartiray. Chek nima bo'ldi hol? Ko'rdinglarmi? Men ko'rdim. Bu chitaklar. Aytgancha bu server kerak bo'lsa, bu cho'tki server bilib qo'yinglar. Men seni nima qilaman? Yoningdan borib, ustingdan borib. Akbar g'alta hayotiy qilib o'ynataman men seni. Ho. Legenda manu. Nima bo'ldi? Chichvar. Birga bir o'ynab yutadiganlaring bomb etdi meni. Birga birda yutolmaydi. Hech qaysi kafolat beraman. Mayli, hech qaysi bo'lganda donatter bo'lmaganlardan. Naqshli broniyalilardan boshqa hech qaysi yutolmaydi. Bittagalarni. Chunki necha kundan beri bilib bo'ldim. Hoppali. Mana shu ikkitasi cho'tni network shopda yoniga chaylaydi. Ikkita emas ekan takmaydi. Sen bilan shug'ullanaman men. O'lib ketay gedevachcha. Makki gedevachcha. Soch vordimmi? Soch voraman ukajonim. Makki. Yo, bu taporli ekan, sal qochgan yaxshiroq. Kelinglar, bu bilan urushib o'tirmaymiz. Chekkaroq o'yna, ukajonim, qochib o'ldirib yuboraman. Menga kela. Men bu Akbar g'altak hayotiy. Qani kechi? Mana uni o'ldirdim, ko'rdinglar, menga farqi yo'q. Kimdir otdi orqadan, aniq. Kimdir otib o'ldirib yubordi. Bunisiga meni qilchim yondirmaydigan edi, u yonib qoldi, ko'rdinglar. Короче, kimdir flame anov bilan o'ldirdimi? Flame'li kamon bilan o'ldirdi shekilli kimdir. Atak bro, chekkaroq o'yna, hozir og'zingga berib yuboraman. Og'zingga chupa-chups berib yuboraman, so'rayverasan. Mazza-yu deysan. Chupa-chupsni aytyapman. Chupa-chupsni aytyapman. Sharpness. Nezirate sword. Ye.
Hoppale. Chin. Hoppale, hozir u akalarga kelib, men tirikman. Tirik ekanman. Eng qizig'i tirikman. Qanday bo'lishi mumkin bu ish? Ovqatingizga mana shu yerda musorxonaga yetamiz. Mana bu betdagi hech qaysi kerak emas. Bu kerak. Bu kerak. Qalqon, bitta ortiqcha qalqon kerak. Qalqon kerak, bitta o'q kerak. Akbar g'altay hayotiga o'ynaymiz. Bu yoqqa keling. Kimdir bormi g'altay hayotini o'ynaydigan? Ket, davay. Qochish kerak. Bu dabbaning yonida turish. Ha, u yoqda ham mana shu donat ter degan nom bor ular. Kristal kerak. Yo. Mana shunimiz ekan, senga qarshimda. Kecha. Ye. Masjidga tushib olaylik. Ke. Kecha. Ye. Davay. Ye, nima qildim? Ha, demak, o'zingcha meni o'tasan. Raqam akajonim. Ketdi davay. Kim bu ketdi? Men buni qo'yib keshiga o'lib ketlaringni. Akbar g'altak makki. Chekkaroq o'yna. Akbar g'altak hayotini ko'rsataman senga. Ko'ryapsizlarmi? Temir qilichda qo'rqib bordim. Ne yirik qilchik. Temir qilich tepani. Qisqartiray. Tushdi. Tush. Mendagi shartimiz 1, bu shartimiz 2. Kecha menga ke. Atak yoningga nimalar bor menda? 42 ta. Kerak bo'ladi atak bu. Lekin hozir emas. Bu kerak bo'ladi, lekin hozir emas. Kelinglar-da. Mana shuni olib tashlaymiz. Bitta bronya. Emerald yo'qmi bitta? Emerald bor ekan, qilichim. Shartimiz 2, bitta shartimiz 1. Mana shunga fire aspektdan o'rnatib yuborsak, udar bo'ladi, ketdi mana. Endi sizlarga ko'rsataman. Mana shu yerda, bu emas. Mana. Olovlisi bo'lishi kerak emasmi? Mana. Fire aspect olishga oldim, lekin daraja yo'q. Darajani 2taga beradilar. Adashmasam mana shu sotish kerak. Yo'q, mana shuni o'zi sotadi menimcha unda. Davay. 5 darajam bor. Darajam 5. Mana bu. Sizlarga emas meni o'ldirish endi. Hazlashdim bularga, atakaliyam. Akbar g'altay hayotiga o'yna burlaring.
Nega bularni qo'yibsiz desanglar, bunda Fayrazbek, bunda ham Fayrazbek bor. Atak cho'tki. Katta ehtimol bilan mana shundan keyin video tugaydi. Menga mashit kerak. Mashitdan kecha Akbar g'altak hayotdi. Akbar g'altak Makka. O ke. Ketdim, zerikib turarding odam. Menga bitta topor kerak ekan. Men shuni bilib qoldim. Videoni tugatdim. Короче, mana shu yerda videoni tugataman. Agar videoyim yoqqan bo'lsa, bippilarim yoqqan bo'lsa, like bosinglar, obuna bo'linglar. Короче, aytgancha videolarimni qaranglar, nechta odam ko'radi, nechta odam anavi bo'lgan, nima deydi, obuna bo'lgan. 200 ta bo'lganmiz. Men yoqda atagi 100 taga ko'payganmiz. Nima? Mayli, endi 12-yanvargacha video chiqarib boraman. Har kun emas, bo'lishi ham mumkin, lekin har kuni ham bo'lishi mumkin. O'sha nechta odam ko'rsa, o'shanchasi obuna bo'lgan bo'lsa, qani zo'r bo'lsa. Shundan ortiq baxt bormi? Bu esa men oxirgi marta qilishim bo'ladi. Qalqon ber. Qalqon. Oppali. Ke. Bo'ldi. Oppali. Ko'rdinglar, video menimcha qiziqarli bo'ldi. Bu serverni ko'rsataymi? Aytgancha, bu serverga kirsanglar, skinlaring har doim bunday bo'lmaydi, random bo'lib tushadi. Har doim random, lekin katta ehtimol bilan orqasida flash bo'ladi. Mana buni qaranglar. Mazza qo'ymayman, men flash yoqdi albatta. Mana bu skinlaring random tushadi. Men mana buni tushirib olib, keyin videoni boshladim. To'g'risini aytsam, bundan oldingilar skinlar tushdi. Men uchun atak. Bunisi normalniy, orqasida flashi ham bor. Bo'pti, shu yerda videoni tugataman. Hammaga xayr, kanalga obuna bo'lib, like bosib qo'yish esinglardan chiqmasin. Sog' salomat bo'linglar.